Subsidiyaga uy kerakmi? Beramiz. Ipoteka krediti kerakmi? U ham bor. Gaz, tok muammolari deysizmi? Bu narsani o'ylab o'tirmang. Kafil kerak deysizmi? Boring ana sizga kafilsiz ham uy beramiz. Bo'lsa bo'lsin, xalq uchun bo'lsin deb shuncha imkoniyat yaratdik. Siz hali ham o'ylanib o'tiribsizmi? Shoshiling, uylarimiz soni kam qoldi. O'z xonadonlaringiz sizni kutyapti. Bu uylarimiz Jondor tuman markazida qurilgan 5 qavatdan iborat bo'lgan xonadonlar bo'lib, siz bu uylarni xarid qilsangiz, hujjatlarda hech qanday muammolar bo'lmaydi. Eng katta muammo, kafil muammosi ham sizni bezovta qilmaydi. Kompaniya xodimlari hattoki sizni hujjatlaringizni tayyorlash uchun o'zlari yordam ham berishadi. O'z xonadoningiz manzilini yo'qotib qo'ymaslik uchun aniq eslab qoling. Jondor tuman markazi Yangi bozordan o'tgandan so'ng Zarafshon daryosiga yetmasdan yo'l yoqasida joylashgan 5 qavatli uylar. Qolgan ma'lumotlar bo'yicha sotuv bo'limiga yoki qoldirilgan telefon raqamlariga murojaat qilasiz. Shuncha imkoniyatlardan keyin ham harakatni boshlamasangiz, o'z qo'lingiz bilan imkoniyatlarni boy bergan bo'lasiz. Bizni kuzatishda davom eting. Jondordan gapiramiz Instagram profiliga obuna bo'ling. Unutmang, eng yaxshisini doimo biz sizga tavsiya qilamiz.